Mundial 2026 H guruhi Ispaniya birinchi o'rinda 7 ochko bilan, Cabo Verde sensatsiya qayd etib 3 ochko bilan play-offga yo'llanma oldi. Urugvay hamda Saudiya Arabistonda esa 2 tadan ochko jamg'arilgan va ular guruhda qolib ketishdi. Ispaniya terma jamoasi to'g'risini tan olish kerak, 60-70% o'zini kuchida o'ynadi. To'pga egalik qilish yuqori ko'rsatkichlardan biri 64%. O'rtacha yosh 25.6. Ikkita sariq kartochka va qizil kartochkalar mavjud emas. Murabbiy Luis de la Fuente barqaror 4-3-3 sxemadan foydalandi. Cabo Verde to'pga egalik qilish bo'yicha 43% ni tashkil etdi. Foullar soni 41 ta, ofsaydlar soni 3 ta. Ko'rinib turibdiki, himoyaviy taktika 4-3-3 hamda 5-4-1 sxemalar almashib turdi. Murabbiy Pedro Bubista o'zi bilan olib kelgan 26 futbolchidan bor yo'g'i 17 tasidan foydalandi. Urugvay terma jamoasi o'rtacha yosh 26.3, foullar soni 45 ta, 8 ta sariq va bitta qizil kartochkaga ega chiqishdi. Guruhdan chiqa olmagan Urugvay terma jamoasi o'z bosh murabbiyi argentinalik Marcelo Bielsani ishdan oldi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi to'pga egalik qilish bo'yicha 42% ni tashkil etdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi to'pga egalik qilish bo'yicha 42% ni tashkil etdi. Bosh murabbiy Hervé Renard barqaror 4-1-4-1 sxemasidan foydalandi va guruh o'yinlaridan keyin iste'foga chiqib ketdi.